bir achchiq haqiqatni aytaymi? Bu achchiq haqiqat faqat turmushga o'xshamagan, o'z uyiga qaytib kelgan, ajrashgan ayollarga ishlaydimi bilmayman, faqat o'shalarni hayotida uchraydimi bilmayman. Turmush bo'lmasdan ota uyiga qaytib keladi. Boshida yaxshi, keyin esa sig'dirmaslik boshlaydi. Akasiga yomon ko'rsatishni boshlaydi. Akasi ham singilni emas, xotinni tanlaydi. Vaqtlar o'tadi, uyimdagilarga og'irligim tushmasin deb ishga kiradi, ishlaydi. Keyin mahalladagilar jalabga chiqaradi, fohishaga chiqaradi, gap so'z ko'payadi. Ha, mayli deydi-chi deydi. Vaqtlar o'tib, ish yaxshi bo'lmasdan pul topib kelmasa, hatto ota-onasiga ham yoqmay qolar ekanda. Lekin hozirgi zamonda yaxshi joyda ishlab, yaxshi pul topmasangiz, hatto ota-onaga ham yoqmas ekan, siz u jigarlarni qo'yib turing. Men hozir bitta ota-onani ayblamoqchi emasman. Bitta zamon shunaqa bo'lib qoldi. Odamlar shunaqa yomon bo'lib ketdi. Odamlarning gap so'zi, fikrlashi, dunyoqarashi juda ham boshqacha qisqarib ketdi. Xullas, bu zamonda yaxshi yashab, baxtli yashash uchun yaxshi joyda ishlab, katta pul topish kerak ekan. Hozir yozishadi, ayollar pulga o'chib ketgan, ayollar pulga uchib ketadi. Nima qilaylik? Hamma yo'q hozir pulga taqalsa. Bir joyda, yaxshi joyda o'qiyman, ishlayman desa pul kerak. Farzandlarini yaxshi joyda o'qitay desa pul kerak. Yaxshi kiyintiray desa pul kerak. Yaxshi yediray desa pul kerak. Kasal bo'lsa doktorga olib borsang, puling bo'lmasa yaxshi qarashmaydi. Puling bo'lsa keyin qarashadi. Bilmadim. Lekin hozirgi zamonda yaxshi joyda ishlab, katta pul topsang, keyin sen baxtli bo'lasan.